Yo'q, bu albatta hazil. Turistga u muammo emas. Chilonzorda nima kvartira turasizlar? Ofis uchunmi? Da, ofis. Faqat ofis. Eng ko'p olgan qarzingiz qancha? 3 kishi o'zi. Qancha? Bir desam, hiç o'ylab bo'lgandir bir mingdan tepa. Qarz. Endi bizada asosan Aslo yo'q. Qimorga shu 3 kishini tushunmaydi bizada. qimorga hech qachon yo'q. Bor vujudimiz bilan qarshimiz. Qachon Surxondaryo salom. Aka qachon? Assalomu alaykum. Tuzimizda Shahzoda qalaysiz? Faqat ofis uchunmi kvartira? Bu kvartira emas, ofis ya'ni nejiloy hisoblanadi. Abduqodirbek. Shogird olasizlarmi? Yo'q, hozircha yo'q. Nega faqat qayg'uli kontent? Endi yo'nalish, hamma o'zining yo'nalishi bor. Ofislar Lutfiyda emasmi? Shunga yaqinroq Lutfiy ko'cha deyiladimi? Lutfiy. Komanda nomini kim qo'ygan? Bahodir. Shukrona servisdan salom. Salom. Sirdaryodan salom. Editga gap ayting. Qochmonlar. Juda ko'p takliflar bo'ladi lekin Editga gapmi? Ayting. Harakatdan to'xtagan yutqizadi. Bu ma'nani ham. Anu rejissyor emasmi? Qodir aka muxlislari ozgina pul bersa qilasizlar-ku. Keling spor o'ynaymiz. nima ekan? Nimadan? Ozgina pul bersa qilasizlar deyaptilar. Qancha qimorni nazar tutdilar. Boya ham shunaqa savol keldi. Muslim aka qayerda? Qancha pullarni taklif qilib chiqishadi blogerlarga. Screenshot tashlaveramiz, o'zi yozildi. Ishoninglar. Juda katta summalarni taklif qilishadi. U soобщениyalar shuni o'qilmaydi ham, shuni blokka qilinadi. Joyida. Rahmat, zo'r ketyapsizlar, rahmat. Komiljon nega komandadan chiqib ketdi? Voy, o'zimizni Komil ukamizmi? Komiljon yo'q ketdi. Ancha bo'ldi gaplashmaganmiz. Urgutgami? Yo'q, Urgutga bormaganmiz lekin. Akani videoni ko'rdingizmi? Alloh beradi. Nomer oldingizlar, rahmat. Zo'r. Assalomu alaykum. Oxirgi videoga gap yo'q, rahmat. Akalar sizlarga omad, rahmat. Ular zaпрос kelmayapti lekin. Eng katta topgan pullaring qancha bo'lgan? Sir bo'lib qo'ya qolsin. Baho aka, muxlislaringizman lekin manoli videolar uchun rahmat. Qanaqadir savollar bo'lsa, o'zinglarni qiziqtiradigan, bemalol. Voy, Iqboljon Rahimov mana. Aytdim-ku, to'yga aytyapti. Ro'para qo'shnilarim bir. Shu. Iqboljon, salomatmisiz? Tuzumisiz? To'ylarni yaxshi o'tkazib oldingiz. Muslim olib bormadi bizani to'yga. To'yga bormoqchi edik. Yo'q, o'zi voy akam. Muslim akam. Iqboljon tuzumisiz? Xafa bo'lib O'zinglarni ekan. Yo'q, Iqboljon Qo'qonda hozir mana blogerlik qilib EUY degan brend, ya'ni o'zimizni Shevadan kelib chiqib, mana shunaqa qiziq narsa qildi. EUY deysiz, misolchi gap. Prosta shu Qo'qonda EUY da. Futbolda gol ursang, Voy deyman, shunaqa narsani brend qildi Qo'qonda. Malades. Yo'q, bosing. Nima sotyaptilar hozir? Nima tadbirkorlik? Kiyim kechir deytishki. Zo'r aka. Tashqari ham blogerlikni yurg'izyapti. Zo'r aka. Keyin kontent shu xudo xolasa 1-2 kun ichida, xudo xolasa. So'pamadim, 2 e'tiboring. Muslimnikimi? Muslim Mirzayevich. Qanaqadir miyasida buyuk narsalarni o'ylaydigan insonlarga o'xshaysiz siz aka. Manmi? Jasur akammi? Muslimmi? o'xshaysiz deydi. O'xshaysiz o'ziga talashib qolmaydi. Ko'proq ijod qilasizlar, ora-orada ko'rinmay qolyapsizlar. Yo'q, qaranglar o'rtoqlar, bir oyda mana bu oy hisobidan nechinchi kontent chiqdi?
Yo 5 ta yo 6 ta. 5-si. 5-inchisi Bu chiqdi. oyi hisobidan o'rtalab 5-si chiqdi. Xudo xohlasa yana bir 2 ta yoki bitta kontent qilishga ulguramiz. 5 ta. Xudo xohlasa. Yana bittasi 6 ta bo'ladi. 6 ta bir oyda menimcha 6 ta kontent normalniy o'rtoqlar. Undan ko'p lekin. Ijod kelishiga ham bog'liqda. Endi ijod nima deydan, duch kelgan narsani video chiqarishimiz kerak ekan deb ham chiqara olmaymiz. Bosh yaxshimi deyishyapti. Shlagbaum masalasiga keladigan bo'lsak, men просто ketayotgandim. Jimgina. Tepada turuvdi shlagbaum. Tegaganda o'zidan o'zi tashlab yubordi. U tez tushar ekanda, bir xilla sekin tushadi-yu bir shlagbaum. Shuna tushar ekan. Shuna tushar ekan. Botganda blok qilib deyishyapti. Mana 3-odam уже blok qilishga qanaqa qilib O'zi blokda-ku. blokda ekan. Yangidan qo'shib olsa-chi. Mana eski yodlar. Lekin yaxshi emas o'rtoqlar, bu odamchi o'zini anaqasini ko'rsatib qo'yadi, darajasini, saviyasini ko'rsatadi bitta boru. Maza qilib gaplashib o'tiramiz, to'g'rimi? Eslab qoldik, parodiyalar bilan taniyman. Ummonni eslab qol parodiyasi ham qiziq, nima deydan, xotiralar. Mana shu syomkalarni birinchi nima deydan, boshlanishiga sabab bo'lgan narsa-da. Endi bizning yoshligimiz shu ummon bo'lgan paytlari bilan katta bo'lganmiz edi, ummonni ashulasin. Ummon eshitma derdi hamma bir-biriga, lekin ummon degan papka bo'lardi hammaning telefonida. Shuni tushuntirib berdim Iqboljon o'sha UI ni ma'nosini. Arzon narsa ko'rsak ham arzon. Hayratlanishda. Hayratlanish. O'ta darajasi. O'ta hayratlanish. O'ta darajasi Qo'qonda EUI'mi? Zo'r. Qimmatini ko'rib qo'ysang UI deysiz, arzonni ko'rib EUI. Zo'r. Gap yo'q, Gap. Qashqadaryo kitobdan salom. Kitobga borganman. Kiftob o'zi aslida adashmasam. Kiftobmi nomi? Yo, o'zi tarixdan kaftdagi quyosh deganda-ka, kiftob o'sha kaftdagi quyosh, agar adashmasam, noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, to'g'rilab olinglar. Namangan, Nanayda alangalik salom. Rahmat. Angrendan salom, Samarqanddan salom. Gukustan. Afsuslangan ishingiz Jasur aka. Afsuslangan ishimmi? Endi hamma narsachi Allohning aytgani bo'ladi, baribir qadar biz o'zgartira olmaymiz. Afsuslanganimiz bilan u bo'lgan. Rossa joyiga uryapsizlar-ku. Fozil aka, assalomu alaykum. Bormi sanda afsuslangan ishing? Men misol uchun to'g'ri afsuslanish hissi bo'lar-u, lekin afsuslanib qolib ketish noto'g'ri deb bilaman. Baribir bu bo'lganda afsuslanishdan foyda yo'q. Shunaqa ish bo'lishi kerak ekan. Yozilgan ekan. Afsuslanish darajasida qarasak, ba'zida noshukrlik bo'lib qolsa kerak. Boshqalar og'rimayaptimi? Boshingiz omon bo'lsin, jiyan. Rahmat. Kifti ob degan yelkadagi suv degani, tog'dagi suv tushgan uchun shunaqa deyilgan, tog'dan suv tushgan uchun. Demak, menga noto'g'ri aytishgan ekan. 16 yoshli chumoli a'zolariga qanaqa xat yozgan bo'lardik 16 yoshimizda? Baho qanaqa xat yozarding 16 yoshli Bahodirga? Xatmi? Juda ham ko'p Sizlar gaplashib turinglar-da. juda ham ko'p yozgan bo'lardim. Shu orzularing, maqsadlaring sari intilur, cho'chima derdim. Qiyinchiliklar kelib qolsa,
fokusini boshqa joyga qaratib, anaqa qilmaganda cho'chimasdan bosavermasdan, to'xtatmasdan derdim. Hop, bu nima olib kelardi deganda, bu yo'qotilgan vaqtlarni saqlab qolardi. Aslida u vaqtlar ham yomon bo'lmadi. Nima deydi? Hayotiy tajriba bo'ldi o'sha vaqtlar ham. Hozir kerak bo'lsa o'sha tajribalar asqotadi o'zimga. Ey gapirsa gap ko'p. O'zing nima degan bo'larding? Vaqtingni qadriga yet degan bo'lardim qisqacha qilib. Vaqt. Mana kechagina ostan aytganingizdek 16 yosh bolacha edik. Bugun уже salkam umrimizni yarmini yashab qo'ydik desa bo'ladi. Endi o'rtacha inson 60-70 yil yashaydi desak, Men Maftunani sevaman. O'ziga ayting aka. va yomon qo'shiladi. Bitta narsa, nechinchi sizlarga 96. Oka bitta duo qilib qo'ying. Ingliz tilidan imtihon. Omad tilaymiz. Yuzingiz yorug' bo'lsin. Boshqa blogerlarga o'xshab kunlik hayotiylarni storyda ko'rsatmaysizlar. Buni sababi nimada? Masalan, qayerga boryapsizlar? Live kontentlar qiladiganlar bo'ladi-yu, menimcha o'shalarga to'g'ri yarashadi. Da, Bizada endi kabichni. Polisizm telefon. Farxan aka, assalomu alaykum. Sizmisiz? Aka tinchmisiz? Bog'bon loyihasining asoschilaridan. Menimcha aka ham safarga ketdilar. Xitoygami, Yaponiyagami storiesizni ko'rib qoldim aka. Men yangi joy ochganini bildim. Shirinlikda adashmasam. Bir Navoiyga borsak kiramiz aka, xudo xolisa. Qachondan beri bilasizlar, necha yil bo'ldi o'zi. Men masalan 2 yildan beri kuzataman. 3-yilga qarab ketyapti. Xudo xolisa fevralda 3 yil bo'ladi. Ulug'bek, assalomu alaykum. Alaykum. Nima gap aka? Nurli bola keldi. Bir kelib sen xavf ko'rsin. Assalomu alaykum. Mana shu bola bor, bizning kontentlarda chiqib turadigan ukamiz. Juda zo'r bola uxlaganda. Rahmat aka. Nima edi profiling? Abduhalimov Ulug'bek. Abduhalimov Ulug'bek. Yaxshi kontentlar qiladi. Ko'rdinglarmi, Primoyda ham reklama qilamiz. Ber kontent, reklama. Yomon narsalar olmayapsan? Yaxshi mana. Sekin ochib beryapti profilini. Sekin profilini ochib berdi. Mana. Endi bitta teskari ko'rinadi. Ulug'bek Abduhalimov. Mana 1-3-3-2-708. Endi qanaqa kontentlar olsan endi ular? Manfaatli, oilaviy mavzularda. Hayt. Malades. Qancha bo'ldi ular mana boshlaganiga? 4 oy bo'ldi unda. Mana 4 oyda qancha obunachi? 104 mingta. 104 mingta obunachi 4 oyda. Prosmotrlar eng kattasi 708. 708, 706, mana 7 million, 1 million. Ketyap bo'lsa ham ular. Ashudagi do'qning. Malades. Ijod qiladi nuqul. Aka, men qilib video qilaman, malades. Uni orasida misol uchun nechta odam boshlayman dedi, boshlamayman dedi. Indamay o'zi boshlab, o'zi video qilib, qo'ldan kelgancha maslahatlar so'rab, boshqa qilib, mana o'sha 104 mingta obunachi. Reklamalar qalay? Sekin kulib qo'yadi. Bor. Reklama bo'yicha shu profilda ko'rsatilgan nomerlarga bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Alo, deb ko'taramiz. Kelachaqcha syomka tugadimi ular? Ha, syomka tugatdik. Assalomu alaykum birodarlar. Reklama bo'yicha kim bilan bor narsa bo'ladi? Profilda. Nomerlar bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Gaplashamiz. Hammalar farqlari shohlardan do'shlik kuzataman. Rahmat joninglar sog' bo'lsin. Xonimlar xonimlarga ijodlik. Do'sti 3-qismi. Do'sti 3-qismi. Shu do'st